Fransuz kinosining mashhur aktyori Jerar Depardye 2025-yil bahorida Parij sudi tomonidan ikki ayolga nisbatan tajovuz qilganlikda aybdor deb topildi. Ushbu voqea Fransiyada Me Too harakati uchun muhim burilish nuqtasiga aylandi. 2025-yil 17-may kuni Parij sudi 76 yoshli Depardye 2021-yilda Les Volets Verts Yashil panjaralar filmi suratga olish jarayonida ikki ayolga nisbatan tajovuz qilgan degan xulosaga keldi. Sud unga 18 oylik shartli qamoq jazosi tayinladi. Fransiya jinsiy jinoyatchilar reyestriga kiritdi va 20 ming yevro jarima to'lashga majbur qildi. Bundan tashqari, u 2 yil davomida saylovlarda ishtirok etish huquqidan mahrum etildi. Sud jarayonida Depardyening himoyachilari tomonidan jabrlanuvchilarga nisbatan tajovuzkor munosabat ko'rsatilgani uchun sudya ularga ikkinchi darajali jabrlanish uchun tovon puli belgiladi. Bu holat Fransiya sud tizimida jinsiy zo'ravonlik qurbonlariga nisbatan munosabatni qayta ko'rib chiqish zaruriyatini ko'rsatmoqda. Depardye 2025-yil 17-iyun kuni Rimda italiyalik paparazzi Rino Barilari bilan bog'liq hodisa bo'yicha sud qilinadi. 2024-yil may oyida Rimdagi mashhur Harris bar oldida yuz bergan voqeada Barilari Depardye uni 3 marta urib, yuziga jarohat yetkazganini da'vo qilmoqda. Depardye esa bu ayblovlarni rad etib, Barilari uni itarib yuborganini aytmoqda. Depardyening sud hukmi fransuz kinosida Me Too harakatining kuchayishiga turtki berdi. 2025-yilgi Cannes kinofestivali jinsiy zo'ravonlikda ayblangan shaxslar uchun nol toqatsizlik siyosatini e'lon qildi. Masalan, aktyor Theo Navarre-Mussi festivalga kiritilmadi. Bu qarorlar Fransiyada san'at va madaniyat sohasida jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashda muhim qadam bo'ldi. Depardye 2018-yilda aktrisa Charlotte Arnould tomonidan zo'rlashda ayblangan edi. Bu ish hali ham tergov ostida. Shuningdek, 2023-yilda Fransiya ikkita telekanali tomonidan efirga uzatilgan hujjatli filmda Depardyening ayollar haqidagi haqoratli va jinsiy tusdagi izohlari fosh etilgan. Bu holatlar uning obro'siga anchagina jiddiy putur yetkazdi. Fransiya madaniyat vaziri Rima Abdulmalak Depardyening xatti-harakatlarini milliy sharmandalik deb atab, uni Fransiyaning eng yuqori mukofoti Faxriy legion ordenidan mahrum qilishni taklif qildi. Biroq prezident Emmanuel Macron bu fikrga qarshi chiqib, Depardyeni Fransiyaning faxri deb atadi va unga qarshi ov olib borilayotganini aytdi. Bu bayonotlar jamiyatda keskin bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Jerar Depardyening sud hukmi Fransiyada mashhur shaxslar ham qonun oldida javobgar bo'lishi kerakligini ko'rsatdi. Bu voqea fransuz kinosida jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashda yangi davrni boshlab berdi desak bo'ladi. Biroq bu faqat boshlanishi bo'lib, tizimli o'zgarishlar va adolatli sud jarayonlari uchun yana ko'p ishlar qilish zarur. Depardyening keyingi sud jarayonlari haqida albatta ma'lumot berib borishga harakat qilamiz.